Qarshi olamiz Armani brendidan Stronger With You oilasiga tegishli Tobacco atarini bugun video obzorda ko'rib chiqamiz. Bu atirda biz Stronger With You'ni ayniqsa bu yil Instagramda juda ham mashhur bo'lib ketdi. O'sha buni ham 4 xil variantni ko'rib chiqdik. O'sha uli tualeti, keyin uli parfyum, absolute o'sha ko'rinish bo'lsa, bu boshqachasi, ya'ni tobacco ko'rinishi, ya'ni ko'pchilikga uchratilmaydigan hidi. Bu 2024-yilda Emporio Armani kompaniyasi tomonidan ishlab chiqarilgan va o'ziga xos o'sha ziravorli hamda vanil hidlari bilan mashhur hisoblanadi. Eng esga oladigan, ya'ni insonni esiga keltiradigan hidi bu gilos hidi. Ko'pchilik Tom Ford Lost Cherry'ni yaxshi biladi. Bu aslida uni parfyum, ya'ni rangi qizil bo'lgani uchun ko'pchilik o'sha parfyum sevarlar uni o'sha ayollarga qiyoslaydi, lekin yo'q, uni ko'pincha erkaklar ham ishlatadi. Ayni erkaklarga o'sha cherryni hidi yoqadi va mana shunda haqiqiy o'sha cherryni notasini osib bo'ladigan atirlardan bittasi. Bilamiz, Tom Fordni o'zi Lost Cherry'niki 50 talik varianti 3,5 milliondan oshiq sotiladi. Buni esa biz byudjetli narxda maza qilib ishlatsa bo'ladigan atirlardan bittasi. Kelinglar endi sepib notalarini birma-bir tushuntirishga harakat qilaman. Boshida bittada o'sha ziravor bilan cherryni hidi ochildi. Cherryni hidi. Ya'ni undan oldingi savashda boshida sitrusli hid bo'lib ochilgan bo'lsa, ana endi bunisida bittada cherry bilan ziravorli hid bittada burungni uradi, o'sha sepilgan paytdan keyin va o'rta notalari tanaga sepilgandan keyin quriganda dolchin yaprog'i hamda qizil qalampirli hidi keladi va oxiri qolish o'sha bazaviy notasi, eng asosiy notalardan bittasi vanil hidi, amber hamda yog'och hidlari qoladi. Buni tarkibida naq 12 ta ingredient ishlatilgan va buni rang-barangligiga, mashhur bo'lib ketishiga olib kelgan narsa ayni buni ichidagi tarkibi hamda notalari bo'ladi. Asosan bu atirimizni kimlarga tavsiya qilamiz? Ya'ni qanaqa fukusdagi insonlar olsa bo'ladi? Ayni buni o'sha kuchliroq hidga ega bo'lgan, ya'ni kuchliroq deganda unaqa kojani hidi yoki bo'lmasam juda ham shirin hid emas. Bu boshqacha, ya'ni qalampirli, achchiqli va keyin o'rtasida vanil cherryni hidi. Buni asosan kuz-qish mavsumiga atir topolmaydigan insonlar uchun, agarda kimning atiri o'sha yaxshi ochilmayotgan bo'lsa, pastroq ekstrakti bu haqiqatda bitta bo'linib turadi. Kiyimda juda ko'p turadi buni hidi va ayollar ham o'sha ishlatishni yaxshi ko'radi bu parfyumni. Men aytganimdek, o'sha Lost Cherry'ni uni degan bo'lsak, buni ham ko'pincha sepib chiqishgani o'sha parfyumerlar aytishgan va asosan o'sha kechqurun, ya'ni tungi o'sha eventlarga sepish hamda o'sha sovuq kunlarda va tunda yaxshi ochiladi degan o'sha kommentariyalar berilgan. Ayni o'sha yo'nalishdagi atir topolmayotgan bo'lsangiz, bu sizning atiringiz. Stronger With You Tobacco.